Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Akalar, sizlarga Xitoydan kelgan Rekord firmasiga tegishli mini motobloklarimizni yig'ish jarayonini ko'rsatdik. Endi buni qisqacha obzor qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin, bu motoblogimiz 5 litrli bak bilan jihozlangan bo'ladi. Yonida ahamiyat berib qo'yasizlar, katta gulishli maslini vazduhlari bo'ladi. Bu motoblogimizni qolgan mini motobloglardan ustun tomoni bor akalar. Yonida maslini datchiki bo'ladi. Ya'ni yog'laring qo'yiq yoki suyuqlashib ketsa, bu o'zini o'zi avtomatik tarzda o'chirib qo'yadi akalar. Karovkasini ko'rishlaring mumkin, katta bo'ladi. Shuni hisobiga bu motoblogimiz 7,5 ot kuchigacha bemalol chiqa oladi akalar. Orqa tomonda qishloq xo'jaligi sandilari esa ahamiyat berib qo'yasizlar, temirdan bo'ladi. Komplektida akalar 4 qatordan 8 qator bo'linadigan frezasidan iborat bo'ladi. Akalar, sizlar uchun yangilik 31-yanvargacha kelasizlar. Telegram yoki Instagram, YouTube orqali bizga obuna bo'lgan bo'lsalaring, sizlar uchun 200 ming so'm pul mukofoti bor. Xohlasalaring pulni olishlaring mumkin akalar. Xohlasalaring do'konimizdan 200 ming so'mlik xohlagan tovarlaringni olib chiqib ketishlaring mumkin. Ma'lumot kerak bo'lsa yoki narx-navo qiziq bo'lsa, quyidagi telefon nomerlariga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.